Harbiylar bepul foydalanadigan ta'minot va xizmatlar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomning 184-bandiga muvofiq harbiy xizmatchilar davlat byudjeti mablag'lari hisobidan oziq-ovqat, pul, kiyim-kechak, uy-joy ta'minoti bilan ta'minlanadilar. Shuningdek, ular O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan pensiya va tibbiy ta'minot hamda boshqa ijtimoiy kafolat va imtiyozlardan foydalanish huquqiga egadirlar. Jumladan oddiy askar, serjant va ofitserlar tarkibiga mansub kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga yil yakunlariga ko'ra yanvar oyida qo'shinlar jangovar shayligini saqlab turgani, xizmat majburiyatlarini vijdonan bajargani uchun belgilangan me'yorlarga ko'ra, agar qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, 2 oylik pul ta'minoti maoshi miqdorida bir marta beriladigan pul mukofoti, ya'ni 13-oylik to'lanadi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilarga bir yilda bir marta 1 oylik pul ta'minoti maoshi miqdorida moddiy yordam puli ham to'lab beriladi. Bunda lavozim maoshlari amaldagi qonunchilikda nazarda tutilgan oshirishlarsiz hisobga olinadi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar va ular oila a'zolarining sanatoriyalardagi sanatoriy-kurort davolanishi hamda dam olish uylarida profilaktik dam olishini tashkil etish tartibi vazirlik tomonidan belgilanadi. Harbiy xizmatga majburlar harbiy yig'inlarni o'tash davrida oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlanadilar. Shuningdek, harbiy tibbiy bo'linma, harbiy qism va muassasalarda bepul tibbiy ta'minotdan, shu jumladan dori vositalari va boshqa tibbiy mulk bilan bepul ta'minlanish huquqidan foydalanadilar. Bilasizmi, rukun orqali Mudofaa vazirligiga oid yana qanday savollar sizni qiziqtiradi? Izohlarda yozib